Imom G'azoliy qabr azobi 8-qism. Qabr azobining ma'nosi bayonida. Endi vaqt yetdiki, qabr azobining ma'nosini belgilaymiz. Qabr azobi ham 2 qismdir: ruhiy va jismoniy azob. Jismoniy azobni barcha insonlar bilurlar, ammo ruhiy azobni hech kim bilmas. Inson o'lgach, qo'l-oyog'idan, ko'zi-qulog'idan va barcha a'zolarining xususiyatlaridan hamda xotini bola-chaqalaridan, mol va amvolidan judo bo'ladi. Agar inson dunyoda biror bir narsani ma'shuq tutib, dilida o'sha narsaning mehr muhabbati barqaror bo'lgan bo'lsa, ruhi u narsaning firoqi azobiga mubtalo bo'lg'usidir. Agar inson dunyoning hech bir narsasining mehrini ko'ngliga yo'l bermay, dunyodan forig' bo'lib, o'limga orzumand bo'lsa, rohat topganidir. Shu bilan birga inson Xudoy taoloni do'st tutib, zikriga mashg'ul bo'lib, dunyodagi narsalardan yuz o'girgan bo'lsa, ma'shuqiga vosil bo'lib, olam tashvishlaridan xalos bo'lib, abadiy saodatga musharraf bo'lg'ay. Endi andisha qilg'ilki, har bir inson o'zligini bilmasa, boqiy bo'lishni ham bilmaydir. Agar inson dunyoni do'st va mahbub tutsa, hech shak qilmagaykim, o'lganidan keyin ruhi ul mahbublari firoqning azobiga mubtalo bo'lg'usidir.